Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. İsmingiz ne? İsmim Jasur. Siz qaysi mamlakatdan keldiniz? Men O'zbekistondan keldim. Astana shahrida qancha vaqt bo'lishni rejalashtiryapsiz? Astana shahrida bir haftani rejalashtirganmiz. Undan avvalambor men O'zbekiston bilan mana Qozog'istonni hamkorligini qo'llab-quvvatlab rahmat aytmoqchiman prezidentlarga. Hozir bizda do'stona aloqalarimiz yaxshi, kelib ketishimiz ham yaxshi. Bizga bir oy masalan anaqa hujjatlarsiz, bemalol vizasiz kelib ketishimizga yaxshi yo'l yaratib bergani uchun rahmat aytmoqchiman. Sizning tashrifingizning maqsadi nima? Maqsadim shu Astonada kelib, bir shaharni ko'rib, tomosha qilib, bir ko'rib ketgani, turist sifatida keldim. Qaysi diqqatga sazovor joylarga tashrif buyurdingiz? Men birinchi diqqatga sazovor joylarni birinchi borgan joyim Osiyo bo'yicha eng katta masjidga borishni niyat qilib kelganman. O'shanga bordim, juma namozini o'qidim. Bugun milliy Qozog'istonda milliy muzeyiga keldim. Qaysi joy sizga eng ko'p yoqdi va nima uchun? Menga eng yoqqani o'sha Osiyo bo'yicha eng katta masjid qurilgani yoqdi. Ko'rdim, kirdim. Katta va chiroyli qurilgan. Masalan, namoz o'qishlarga juda qulaylik yaratib berilgan. Buning uchun turgan insonlarga rahmat aytib qo'yaman. Qozog'iston milliy taomlarini tatib ko'rdingizmi? Sizga ayniqsa nima yoqdi? Qozog'iston milliy taomlaridan menga o'zim bilganim ham o'zimizda ham yeganman. Men Qozog'istonga ham kelib yedim. O'sha besh barmog'ini yedim. Baribir Qozog'istonda qilingan besh barmoq yaxshi, o'zimizga qaraganda yaxshiroq, chunki ona vatani shu yer bo'lgani uchun menga yoqdi. Astonada sizni nimadir hayratda qoldirdimi yoki esda qolarli bo'ldimi? Menga hayratga qoldirgan narsasi, men o'ylamagandim Astonani anaqa odamlar bilan bir-biri bilan aloqasini, masalan biz O'zbekiston bilan oldin boshqacha gaplashardi. Hozir do'stona, Allohga shukr. Shaharda o'zingizni xavfsiz his qilyapsizmi? Albatta xavfsiz qilyapman. Bemalol yuribman. Xuddi mana shu o'zini xalq qanaqa yurgan bo'lsa, shunaqa yuribmiz. Tushunmagan joylarimizni odamlardan so'raymiz. Bemalol ko'rsatyapti. Rahmat ularga. Yana bu yerga kelishni yoki boshqalarga tavsiya qilishni xohlaysizmi? Yana bu yerga men ota-onam bilan kelishni rejalashtirganman. Inshaalloh ota-onam bilan kelmoqchiman va do'stlarimga aytmoqchiman, tavsiya bermoqchiman. Sizga ko'p rahmat. Rahmat. Xush keldingiz Astonaga. Rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling.